Gezib olam ko'rmadim sendek sanam. Bo'lolmadi dardima hech bir malham. O'shal ko'zlar, o'shal so'zlar ketmas hamon. U go'zal edi, u bitta edi, u boshqacha edi. U go'zal edi, u bitta edi, u boshqacha edi. Oyga boqib oydan sani so'radim. Tunda yulduzlardan seni izladim. Oyga boqib oydan sani so'radim. Tunda yulduzlardan seni izladim. Go'zallar ko'p, ammo senday ko'rmadim. U go'zal edi, u bitta edi, u boshqacha edi. U go'zal edi, u bitta edi, u boshqacha edi. Kushlar bo'ldim, ko'zim tikib yo'ling azab. Ishqingda yurak chekdi-ku azar. Kushlar bo'ldim, ko'zim tikib yo'ling azar. Ishqingda yurak chekdi-ku azar. Hatto dilim ismingni aytar takror. U go'zal edi, u bitta edi, u boshqacha edi. U go'zal edi, u bitta edi, u boshqacha edi. U go'zal edi, u bitta edi, u boshqacha edi. U go'zal edi, u bitta edi, u boshqacha edi. Ofarin, salomat bo'ling. Abror Mallaboyev, minnatdorlik bildiramiz. Davlat telekanallari juda ham ko'p, ming shukr. Ularning orasida boshqacha bormisiz, omonmisiz? Boshqacha madaniyat va ma'rifat telekanali. Assalomu alaykum hammaga. Bizni madaniyatli, ma'rifatli, ziyoli tomoshabinlarimiz, yurtdoshlarimiz, barchangiz bilan sihat salomatlikda, tinchlik, xotirjamlikda diydorlashib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Yaxshi kunlarda sehrli so'zlarni ishlatib, assalomu alaykum deyish bu baxtda o'zi aslida. Albatta, haqsiz. Assalomu alaykum qadrlilar. Haqiqatan ham mana shunday baxtli kunlarga yetkazganiga shukr deya, sizlar bilan yana assalomu alaykum deya, bormisiz, omonmisiz dasturida ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Qo'shiqda aytilganidek, bugun boshqacha bo'ladi. Boshqacha insonimizni esa biz marhamat mehmonlar uchun maxsus mo'ljallangan kursiga taklif etamiz. Aytishadi-ku, omonlik bor joyda har doim o'zgacha bir shirin diydor bo'lganda, diydor bor joyda esa fayz, mehr va shirin suhbatlar bo'ladi. Bugungi studiyamizga esa e'tibor bersangiz, mo'jazgina studiyamizga aziz insonlarimizni taklif etganmiz.
bugungi ko'rsatuvimizdagi mehrni, muhabbatni, fayzni, issiqlikni, yuqorilikni aynan ko'rsatuvimiz davomida his etasiz degan umiddamiz. Haqsiz Jasurbek, bejizga biz ko'rsatuvimiz mavzusini ildizi bir, navosi bir, ikki qalb deya nomlamadik. Chunki bugungi mehmonlarimiz juda ham biz uchun qadrli va aziz insonlar. Barchangizga assalomu alaykum deymiz. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Keling, ularni tanishtiramiz, demak Marhamat. qarshi olamiz. Ikki xalq ko'prigi bo'la olgan ozarbayjonlik jurnalist Haydarli Hajibay. Assalomu alaykum, xush Assalomu kelibsiz. Salomat bo'ling. O'zbek futbolchilariga bag'ishlab qo'shiq kuylagan latofatli ozarbayjonlik san'atkorimiz Aynur Yusipova. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Teşekkür ederim davetiniz için ve bütün Azerbaycan halkını, Özbekistan halkını salamlayıram. Salomat Ve bo'ling. sizin kanalın izleyicilerini salamlayıram. Yashay, Salomat bo'ling. yashay. Ozarbayjonlik xonanda ayni paytda esa aynan O'zbekistonda ijod qilayotgan insonimiz bor ekanlar. Birozdan so'ng jonli ijrolarni ham tinglash imkoniga ega bo'lamiz. Demak, yosh iste'dodli xonanda Mehdi Mayuso'g'lu. Assalomu alaykum do'stim. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Demak, O'zbekiston Fanlar akademiyasi fan nashriyoti direktori Elyor aka Murodov doimiy bizni akaxonimiz Assalomu alaykum. hamsuhbatimiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Demak, xalqaro ko'rik tanlovlari g'olibi, mahoratli sozanda qadrdon akamiz Abdulaziz Zokirov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormaylar, charchamayapsizlarmi? Salomat bo'ling. U go'zal edi, u boshqacha edi deb boshlagan xonandamiz Muqimiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik musiqali teatri aktyori, yaxshi inson, yaxshi suhbatdosh Abror aka Mallaboyev. Assalomu alaykum. xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Assalomu alaykum. U boshqa edi lekin javob yo'q lekin. Ha, ha, ha. So'roq. Qayda? Boshqacha edi aka. Javob yo'q bu. Qani buni javobini ko'rsatuv davomida bilib olamizda. Barchangizga yana bir karra assalomu alaykum deymiz. Xush Xush kelibsiz. kelibsiz. Dasturimizda ko'rganimizdan xursandmiz. Keling, tomoshabinlarimiz bilan bir dildan salomlashib olsak-da, keyin ko'rsatuvimizni boshlasak. Marhamat. Teşekkür ederim bir daha davetiniz için. Bütün Özbekistan halkını, bayaqda qeyd elədim, Azərbaycan halkını salamlayıram. Və bugün mən burada əyləşən qonaqlarımız, dəyərli qonaqlarımızı da salamlayıram. Bir daha teşekkür ederim davetiniz için. Nə xoş mənə ki, mən Özbəkistandayam. Düzdür, ilk dəfədir buradayam, gəlmişəm və buranı çox sevdim. Bura mənə çox doğma gəldi. 3-4 gün artıq buradayıq və buraları gəzmişik. Çox maraqlıdır buralar. İnsanlarınız sevimli, səmimidirlər, mehribandılar. Çox Sağ ol. maraqlıdır burada bizə. İnşallah ümid edirəm ki, bundan sonra tez-tez gələcəyik. Nasib, sog' bo'ling. Biz ham sizni tez-tez kutib qolamiz. Marhamat. Mərhəmət. Çox sağ olun. Mən də salamlayıram bütün izləyicilərimizi. Özbəkistan bizə dost və qardaş ölkədir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan və Özbəkistan dünyada eşi bənzəri olmayan dərəcədə yaxın ölkələrdir. Bizim elə prezidentlərimiz cənab İlham Əliyev və cənab Şövkət Mirzəyev çox yaxın dostdur. Bizim dilimiz, dinimiz, mədəniyyətimiz, mentalitetimiz birdir və burada olmaqdan da çox xoşbəxtik, çox şadıq və sizə də minnətdarıq ki, bax bu cür belə bir səviyyəli bir verilişə, proqrama bizi dəvət etmisiniz. Salomat bo'ling. Elyor aka, Rahmat. yana bir bor xush kelibsiz. Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar, qardoshlar, sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandmiz. Biz davlatlari boshqa bir millatmizda. Chegaralar, hududlar boshqa joyda bo'lgan bilan ko'nglimiz, dilimiz, adabiyotimiz, san'atimiz birda. Shuning uchun sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. Bugun yaxshi tomoshabinlarga dilbar qo'shiqlarni hadya qilasizlar degan umiddaman. Rahmat. Qarzga olib turamiz mikrofoningizni. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Barchangizga xush kayfiyat tilab qolamiz. Avvalo taklif uchun rahmat. Qardoshlarimiz, do'stlarimiz, xush kelibsizlar, xushvaqt bo'linglar. Biz tarixdan bitta xalqmiz, to'g'ri aytishdi. Men tarixni yaxshi ko'raman-da, hali yuqorida aytdim sizga. O'g'iz, Qibchoq, Qarloq degandek bu bitta. Shuning uchun xush kelibsizlar. Hali dinimiz bir, tilimiz bir deydi-yu. Xush ko'rdik. Bitta xalqmiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Barchangiz bilan Oyna jahon orqali ko'rishib turganimizda bag'oyat xursandmiz. Mehmonlarimizga assalomu alaykum, xush kelibsizlar deymiz. Boshlovchilarimiz sizlarga alohida Rahmat, tashakkur salomat etamiz. bo'ling. Mehdi Bey. Sog' Mehdi Bey. bo'ling. Assalomu alaykum. Bütün O'zbek xalqini salomlayman.
bu ko'rsatuvda ikinchi marta bo'lyapman. Juda xursandman. Da'vatingiz uchun rahmat aytaman va Ozarbayjondan kelgan mehmonlarni ko'rdim. Juda xursand bo'ldim, sevindim. Mehmonlarimizni ham salomlayman. Rahmat kattaxon. Salomat bo'ling. Biz o'zbek xalqi xohlagan zamondoshimiz O'zbekistonga mehmon bo'lib kelsa, o'z o'g'lida, o'z ukasidek ko'radi-da. Mehdijon bolam deyoradi-da, misol uchun. Ko'rsatuv davomida Mehdijon desak, to'g'ri qabul qiladi. Elyor aka, shoir sifatida, nashriyot rahbari sifatida yaxshi bilasiz. Navoiy va Fuzuliy ijodi xalqlarimiz uchun umumiy ma'naviy xazinadir. Bugungi kunda o'zbek va Ozarbayjon adabiyoti, tarjima kitoblari borasida qanday yangiliklar bor? Shu bilan birga ikki xalq kitobxonlari bir-birini qanchalik yaqindan o'qimoqda? O'sha Fuzuliy, Navoiylarni izdoshlari bugungi kunda ham adabiyot bir-biri bilan yaqinlik namoyon bo'lyapti. Bilasizmi, tilsiz tushunib bo'ladigan sohalar bor. Bularning birinchisi rang tasvir. Rassomlar chizgan suratlarni xohlagan millat uni ko'rib, uni nimadir tushunib, his qilib, yig'lashi mumkin, kulishi mumkin yoki o'ylanib qolishi mumkin. U nima demoqchi bo'lyapti, o'zicha u dunyo qarashini kengaytirishi mumkin. Yana ikkinchisi bu sport. Bugun mana yaqinda jahon chempionatiga o'zbek futbolchilari chiqqaniga mana xonimimiz qo'shiq aytdi. Biz uni qancha iliq qabul qildik. Qardosh xalqlarimiz bir-birini qo'lladi. Endi qarang, shularni keyin musiqa ham tilsiz tushunsa bo'ladi-da, bir-biri bilan. Shu gapingizga qo'shimcha qilamiz. Qarang, san'at millat tanlamas, san'atning o'zidir millat. degan joyda. Yashang. Endi men aytmoqchi bo'lganim, yana shularda orasida adabiyot ham bor-da. Eng katta qurol. Bugungi kunda bizda nima deydi, chegaralarimizni bo'lib tashlagandir, hududlarimizni ayro-ayro qilgandir, lekin adabiyotimizni bo'lib tashlagani yo'q. Bugungi kunda o'sha Fuzuliylarning izdoshlari bo'lib kelayotgan Ozarbayjondagi shoirlar, yozuvchilar, masalan Anar muallim yaqinda ham O'zbekistonga keldi. O'sha yerda O'zbekistondagi Navoiy viloyatida aylanib yosh muxlislarni yiqqan ekanda, bu yoqda endi qandaydir shunaqa vaziyat to'g'ri kelganmi? O'zbekistondagi adabiyotchilar xijolat bo'lib tursa, Anar muallim nega xijolat bo'lasizlar? Meni kelajakda sizlar yana yashasalaring, birga yashasak yana 20 yil yasharmiz, 30 yil. Bular hali qariyb bir asr yashaydi-ku. Meni adabiyotim bular yana bir asr kerak bo'lsa targ'ib qiladi-ku deb. Shunday. Bugungi kunda o'zbek kitobxonlariga Ozarbayjondan masalan Anar muallimning kitoblari juda ko'p qayta-qayta nashr qilinyapti. Shoirlarning kitoblari, Ramz Ravshanning she'rlari o'zbek tilida tarjima qilinib, jurnallarimizda badiiy asarlar hammasi tarjima qilinyapti. Bundan keyin ham bizda adabiyotimiz ham ularda nashr qilinyapti. Yaqinda adashmasam, endi hozir jurnal nomi yodimda qolmadi. Ozarbayjonning O'zbekistonga maxsus son bag'ishlangan jurnal chiqdi. Bu umuman o'zbek adabiyoti, o'zbek san'ati, sanoati hammasi xalqiga bag'ishlangan son chiqdi. Va bizda Ozarbayjonga bag'ishlangan jurnalimiz chiqdi. Bobolar izidan Ozarbayjon soni chiqdi. O'shanday bir-birimiz bilan biz yaqinlashib ketaveraylik iloyim. Mana shu bir bo'lib bitta xalq bo'lib, bitta mujassam bo'lib birlashib, adabiyotni, san'atni, mana tarixni birlashtirib bir bo'lib ketaveraylik. Rahmat Salomat Elyor aka, bo'ling. salomat Elyor aka, bo'ling. aynan ko'rsatuvimiz davomida go'zal suhbatlar bo'ladi. Savol-javoblar ham bo'lib turadi va keyin har bir chiroyli ko'rinishni guli bo'ladi-yu. Xuddi shu singari aynan suhbatimizni ham ko'rsatuvimizga ham guli bu chiroyli bir qo'shiqlarda. Agar yuqorida esladingiz, aynan o'zbek futbolchilariga atalgan bitta qo'shiq ijro etgan insonimiz shu yerdalar. Aynur xonim, imkon bo'lsa siz taklif etmoqchimizda. Undan keyin suhbatga o'tamiz. Bitta chiroyli qo'shiqqa ixtiyor beramiz. Marhamat. Sizinledir Azerbaycan. Sizinledir Azerbaycan. Sizinledir Azerbaycan. Portugalya'da Ronaldo varsa, Argentina'da Messi varsa, Türklerde ise Arda Kenan. Sizinledir Azerbaycan. Portugalya'da Ronaldo varsa,
Argentina'da Messi varsa, Türklerde ise Arda Kenan. Sizinledir Azerbaycan. Assalamu aleykum Türk dünyası, assalamu aleykum Türkiye, assalamu aleykum Özbekistan. Sizinledir Azerbaycan. Sizinledir Azerbaycan. Sizinledir Azerbaycan. Dünya danışı Özbeklerden, sesiniz gelsin yükseklerden. Dost ve kardeş Özbekistan, sizinledir Azerbaycan. Dünya danışı Özbeklerden, sesiniz gelsin yükseklerden. Dost ve kardeş Özbekistan, sizinledir Azerbaycan. Assalamu aleykum Türk dünyası, assalamu aleykum Türkiye, assalamu aleykum Özbekistan. Sizinledir Azerbaycan. Sizinledir Azerbaycan. Sizinledir Azerbaycan. Ey yaşa! Yangi xonim, salomat bo'ling, Rahmat. salomat bo'ling, salomat bo'ling. Juda ham Qaysidir chiroyli. ma'noda bu ohanglar o'zbek futbolchilariga ham qandaydir bir motivatsiya beradi-da. Ajoyib jo'shqinlik. Bu qo'shiqni asl muallifi o'zingizmi? Kontent mərkəzinə biz Ha. öz təşəkkürümüzü bildiririk. Onların layihəsi idi. Bu futbol haqqında ifa etdiyim mahnı və Cahangir müəllifidir. Cahangir müəllimi buradan salamlayırıq və ona öz minnətdarlığımızı, dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Onunla da bu yaxınlarda biz görüşdük. Çox səmimi görüşümüz oldu, çox maraqlı söhbətlər oldu və mən çox mənim üçün qürur vericidir doğrudan da. Mən çox mesajlar aldım sizin Özbəkistan xalqından. Gecə yatdım, səhər ayıldım, gördüm artıq mənə nə qədər mesajlar gəlir, dəvətlər aldım və televiziyalarınızdan, məşhur televiziyalarınızdan dəvətlər aldım və buna çox şadam. Çox sevinirəm ki, nə gözəl, nə xoş mənə ki, Özbəkistan xalqı məni çox sevir, dəyərləndirir. Hətta mən burada hansısa bir məkanlarda gedib otururuq dostlarımızla bərabər və gəzməyə gedəndə, burada gəzəndə insanlar mənə yaxınlaşırlar, şəkil çəkdirirlər və onlar mənə öz gözəl ürək sözlərini bildirirlər. Bu da məni çox sevindirir həqiqətən. Balacasından tutmuş böyüsünə qədər çox sevinirəm buna. Teşekkür ederim. Rahmat, sağ bo'ling. Her Haqiqatan ham 7 yoshdan 70 yoshgacha insonlarni bir ilhomlantiradigan qo'shiq bo'lgan. Chunki mana shu bu futbol tomoshabinlarini yosh tanlamas. Bilasiz, tomoshabinlar biz ham hayajon bilan futbolni kuzatib bordik. Biz sizni xalqimiz mana shunday iliq kutib olganidan xursandmiz. Sizni mana shu yurtimizda ko'rganimizdan xursandmiz. O'ylaymizki, bu ijod bardavom bo'ladi. Hali bu Ijod boshlanishi. birligi, hali bu boshlanishi haqiqatan ham. Rahmat aytamiz sizga. Aslida jurnalistlar bu xalqni ko'zgusi desak bo'ladi-da. Jurnalistlar aytgan so'zi, demak bu har bir tomoshabin, har bir o'quvchi, tinglovchi buni haqiqat deb qabul qiladi. Ayniqsa bugungi kunda mana shunday bir yurtlar o'rtasida bog'lovchi vazifasini bajarish sizga og'irlik qilmayaptimi? Əlbəttə, əslində jurnalistika cəmiyyətin güzgüsüdür, aynasıdır və cəmiyyətdə olan hadisələri olduğu kimi xalqa çatdırmalıdır və düşünürəm ki, biz artıq uzun illərdir ki, Özbəkistana gəlirik, bizim Özbəkistanlı həmkarlarımızla, jurnalistlərimizlə çox yaxşı münasibətlərimiz var. Mən Azərbaycan Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvüyəm və bizim Özbəkistan Jurnalistlər Uyuşması ilə memorandumumuz var. Biz çox tez-tez yoş jurnalistləri Özbəkistandan Azərbaycana dəvət edirik. Eyni zamanda Azərbaycanlı yoş jurnalistlər də bura gəlirlər, təcrübə mübadiləsi aparırlar və düşünürəm ki, əslində Azərbaycan və Özbəkistanın tarixi, mədəniyyəti bütün dünyaya nümunə ola bilər və biz də əslində media nümayəndələri, jurnalistlər bu həqiqətləri
bütün dünyaya çatdırmalıyıq. Çünki biz məktəbdə oxuyanda Əlişir Nəvainin əsərləri ilə böyüdük. Bizim kitablarımızda onun əsərləri var idi, onu oxuyurduq və ondan sonra Əmir Teymurun qəhrəmanlıq dastanlarını oxuduq və türk dünyası həqiqətən də çox böyükdür, çox birdir və bizim elə prezidentimiz cənab İlham Əliyevin də bir çıxışı var ki, bu bizim hər bir jurnalist üçün, hər bir vətəndaş üçün yol xəritəsidir ki, o bildirir ki, bizim ailəmiz türk dünyasıdır və bizim başqa ailəmiz yoxdur. Yəni ki, ona görə də Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızstan, Türkmənistan, bax bu türk dünyası ölkələri bir olmalıdırlar və bizim elə ustadımız dediyi kimi biz bir-birimizi yaxından tanımalıyıq. Çünki biz öz kimliyimizi bilsək, öz kimliyimizə qayıtsaq, əmin olun ki, dünyada heç bir güc, heç bir qüvvə türk dünyasının, Azərbaycanın, Özbəkistanın qarşısında dura bilməz. O baxımdan da bax bu cür səfərlər çox önəmlidir ki, sizi də mən dəvət edirəm. Yəqin ki, ustadımız Azərbaycanda olub. Yəni gələrsiniz Azərbaycana, elə bizim Bakımız, Gəncəmiz, Qarabağımızla yaxından tanış olasınız. Necə ki, biz bura gələndə Səmərqənd, Buxara, Daşkənd, Xivə kimi tarixin əsas köklü məsələ buradan yayımlanıb. Yəni ki, bu dəqiqə mən düşünürəm ki, bütün dünyaya, dünya tarixinə, dünya mədəniyyətinə ən böyük töhfələr verən Özbəkistan dövləti, Özbəkistan xalqını biz daha da geniş işıqlandırmalıyıq, daha da yayımlamalıyıq və dünya cahan çempionatından söz düşdü. Mən sizi inandırım ki, Özbəkistanın oyunları olanda, futbol oyunları olanda bütün Azərbaycan xalqı bu oyunu çox böyük həyəcanla gözləyirdi. Hətta belə deyim də, Bakıda, digər şəhərlərimizdə hamımız bunu izləyirdi. Çünki Özbəkistanın dünya cahan çempionatında olması bütövlükdə türk dünyasının uğuruydu və çox sevindirici haldır ki, əslində bax bu həm də Özbəkistanda nə qədər güclü yoşlar politikasının olduğunun göstəricisidir ki, biz görürük ki, təkcə cahan çempionatı deyil. Ondan başqa olimpiya oyunlarında Özbəkistan idmançılarının, sporcularının qazandığı uğurlular, medallar onun demək əsas verir ki, həqiqətən də Özbəkistan günü-gündən inkişaf edir və bu da bizi çox sevindirir. Salomat bo'ling. Har bir davlatning o'ziga yarasha tarixi borda. Har qanday millat vakili. Düşündünüzmü yani biraz? Albatta. Albatta. Bizim dillerimiz Tarjimon kerak emas, hammasini tushundik. Gaplari eng futbolda dunyo bo'yicha eng muxlislik qilgan O'zbekistonni jamoasiga bo'ldi-da, chunki to'g'risini aytamizda. Keyin biz tarixdan bitta xalq biz dedik. Turkiylar. Turkiylar uchga bo'linadi: O'g'iz, Qipchoq, Qarluq. O'g'izlar masalan Ozarbayjon, Erondagi Ozarbayjonlar, Turkiyadagi turklar. Biz Qarluqqa kiramiz, to'g'rimi? Uyg'urlar, o'zbeklar, Qipchoqqa, qozoq, o'zagimiz bitta. Turk. Shunday. Negizimiz bir. Negizimiz. Lekin mana futbolga o'zi to'g'risini, ya'ni yolg'on gapirgandan ko'ra to'g'risini aytgan yaxshi-da. Men qiziqmayman futbolga, ishonasizmi? Shu O'zbekiston chiqqani uchun ko'rdim. Faxrlanib ko'rdim. Biz ko'pchilikmiz. Siz bilan biz ko'pchilikmiz. Futbolga qiziqmaydiganlar, lekin endi nima bo'lar ekan degan bir hayajon bilan ko'rdik. Mana aytib o'tganlaridek, hattoki ozarbayjonlik bizni do'stlarimiz ham biz bilan teng hayajonda kuzatib borishgan va hattoki mana qo'shiqlarda ham bizni yurtimizni qo'llab-quvvatlab qo'shiq uchun alohida rahmat. Salomat bo'ling. Har bir davlatning o'zining tarixi bor. Har qanday millat vakili o'zi haqida bir yaxshi fikrni eshitsa faxrlanib ketadi. Bu efir uchun aytilgan gap emas. Haqiqatdan da bizni boy madaniy merosimiz, san'atimiz, adabiyotimiz boyda va aynan zamondoshimiz, do'stlarimiz biz haqimizda shunday fikrni aytyaptimi, to'lqinlanib ketasan-da. Abdulaziz aka, aynan siz ko'plab xalqaro tanlovlar g'olibisiz. Katta sahnalarda ko'rinish bergansiz va xususan ozarbayjonlik sozandalar bilan, san'atkorlar bilan bir sahnada ijro etgansiz, kuylar, qo'shiqlar. Siz uchun aynan Ozarbayjon ohangi bilan bizni ohangda yaqinlik kuchli-a? Bizni cholg'ular ham yaqin. Hamma ularda ham g'ijjay bor, bizda ham g'ijjay bor, ko'rinishi bir xil. Tor ularda ham bor, bizda ham bor. Keyin to'g'risini aytaman, endi Ozarbayjonga bormaganman. Nasib qilsa boramiz, inshaalloh nasib qilsa. Lekin bir 20 yildan beri bir do'stimiz bor. Selim Abbasov. U juda qadrdonimda, garchi ko'rishmaganmiz, lekin internet orqali u bilan 20 yil oldin tanishgan bo'lsam, birinchi tanishganimdan o'sha boshlagan qardosh. Birinchi ko'rishganmiz. Yaqinda emas, bir yil oldin akam xizmat safari bilan borganda, maqomchilarda rahbar bo'lib borganda, u
akam o'g'ilda kelib Abdulazizga kim bo'lasan debdi. Ukam bo'lasan, nimaga olib kelmading? 70 ta odamning ichida Abdulazizga joy yo'qmi dedi. Hali shunchalik meni yaxshi ko'radi. Men g'oyibona ustozni bilaman, Selim Abbasovni. Imkon Sog' bo'lsa, bo'ling, ayni shu joyda so'z isbot bilan degandek, mohir sozandasiz. Hop. Skripkani olasizda, imkon bo'lsa ozarbayjoncha mug'omlardan, ha? Yo'q, hozir endi hali nima deydi? Kayfiyat bop, ha? Hindchani ham chalaveramiz. Ha. Hindistonga safar borganda aynan hindchani chalmaganmiz, chunki makonida u. Ozarbayjoncha mug'omlar Ha. imkoni bormi? Yo maxsus bir Maxsus. ko'rinish Maxsus bilan alohida bo'ldi, kerak. Ozarbayjonga borganimizda o'rganib boramiz. Xo'p bo'ladi. Hozir Abdulaziz aka. sovg'a bilan kelgandim. Aha. Sovg'a kelib, men sal kech qoldim, sezdinglarmi dasturga? Aha. Mana tarixga nazar solamiz. Mana bu tarixiy cholg'u Boburiy g'ijjak deyiladi. Bobur davrida bo'lgan. Aha. Yo'qolib ketgan miniatyurni nima suratlar bor, shulardan ko'rib ilhomlanib ustalar aynan shu Andijon shahridagi usta Abdumalik usta shuni qayta tiklagan. Shuni hozir men qabul qilib oldim. Dasturdan oldim. Ana. Qarang, va birinchi bo'lib bizni dasturda bu cholg'uda Ijro etamiz. ijro etamiz. Bo'ldi. Judayam Qo'ldan ajoyib. kelgancha. Marhamat. Kelishdik. Qani, biz tayyor? Xo'p, Biz tayyorlab kelgan musiqangizni bajonidil tinglashga Xo'p, bo'ladi. tayyormiz. shuni ushlab turadi. Bemalol sahnaga chiqib olishingiz mumkin. Tomoshabinlar ham faqat kuyni tinglashmasinda, aynan bu yangi Musiqa cholg'u asbobidan bugun- qanday ohang chiqarkan-a? Birgalikda Ha, eshitamiz. bizga ham Qani qiziq. ketdik. Qayerga Marhamat. qulay, Abdulaziz aka, marhamat.
bo'ling. Judayam Rahmat, go'zal, judayam salomat go'zal. bo'ling. Gapsiz Haqiqatan bo'lish mumkin ajoyib emas. musiqa. O'zi sizdan bir bo'lmabdi degan musiqa bo'lmagan. Hamisha insonlarni raqsga chorlaysiz. O'zingiz raqsga tushib, shunday shijoat bilan bir musiqa chalib berasizki, inson tinglagan inson maza qiladi. Oling mikrofon. E'tirof uchun rahmat. Dastur davomida bir Kavkaz termasi bor. Aha. Endi u raqs bor. Mhm. Unda nima qilsak bo'ladi? Orasida ozarbayjoncha ham bor. Bo'ldi. Gruzincha, Kelishamiz. ha, gruzincha, pafuri. Aha, Papuriza, papuriza. sizni aynan shu musiqangizni ostida chiqaman, ko'rish Aha. beraman degandilar. Ozarbayjonlik xushovoz xonanda Mehmon Elmon o'g'li, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mikrofonni oling, marhamat. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, sizlarni salomlayman. Ozarbayjondan sizlarga quzoq to'la salomlar bor. Salomat Xush ko'rdik bo'ling. sizlarni. Salomat bo'ling. Biz sizni kutgandik. Mehmon ismli mehmonimiz bor ekanligini aytmagandik. Bu surpriz bo'la Xuddi qolsin. shunday. Bulardan ham dastur davomida chiroyli Albatta. qo'shiqlar tinglaymiz. Albatta, Xush ko'rdik. Albatta, albatta. Bizda esa aynan nima deydi? Aynan o'z yurtini, o'z diyorini ijod tufayli vaqtincha tark etib, O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan, ijod qilayotgan yosh ukamiz bor. Ha? Xush kelibsiz yana bir mikrofonni olamiz, marhamat. Ijodingizda nima gaplar endi sizda? O'zbekistonga tashrif buyurishni boisi san'at, madaniyat, adabiyot, to'g'rimi? Zamirida. To'g'ri, rahmat kattaxon. Men уже O'zbekistonda 1 yildan bari O'zbekistondaman. Bir necha marta do'stlik festivallarida, tadbirlarda, dasturlarda qatnashdim, mehmon bo'ldim. Bu yil 11-sinfni Farg'ona shahar 9-ta'lim o'rta maktabida bitirdim. Hozirda endi Batir Zokirov nomidagi universitetga tayyorlanyapman. Tayyorgarlik Inshaalloh, ha, bo'lyapsiz. imtihon Aha. yaqin kunlarda bo'ladi. Ijodimni juda zo'r davom ettiryapman. Menimcha yaxshi. Mehdi sizni erkalatib Mehdijon degim keladi. O'zbekcha Men ham qilib. juda xursand bo'laman. Menga anaqa Menimcha aytilgan. o'rganib qoldingiz, ayniqsa vodiyliklar bolalarni erkalatib To'g'ri. chaqirishadi. Mehdijon, sizga bu yerda umuman O'zbekistonda, Farg'onada eng yoqqan tarafi nima bo'ldi? Eng yoqqan asosiy mehmondo'st. Mehmonni juda yaxshi qarshi oladilar. Farg'onada bo'lgan havosi ham, o'zi ham u deydi-yu, bu Ozarbayjonda bobolarimizdan eshitganimizda har joyda bitta o'yin bo'lsin. Farg'onada bitta emas, 10 ta, 100 ta o'yin bor o'sha. Aha. Sizni har bir ko'rgan odam o'zini farzandidek haqiqatdan yoshsiz. Biz bundan 5-6 oy avval adashmasam Ha, ha, ko'rishgandik. Ko'rishganda juda ham hayron qolganman-da. Yosh yigit, o'zi kichkina lekin ovozi katta yigit. Jonli ijrolarda, xirgoyilarda juda ham hayron qolganmiz. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqda ham faolsiz, ko'z tegmasin. Kuzatib boraman. Otabek Muhammad Zohid vodiylik xushovoz xonandamiz, ustoz san'atkor O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Otabek Muhammad Zohidga shogird bo'lib shogird tushgansiz. bo'lib tushganlarini ko'rib juda ham hayron qoldim. Qarang, shu yonida yurgan insonlarga nasib qilmagan narsa Ozarbayjondan kelgan bir kichkina yigitga nasib qilibdi. To'g'ri, u menga ham juda qiziqarli bo'ldi, tasodifiy. Bu bir necha oy oldin O'rta Osiyo davlatlari va Ozarbayjon do'stlik forumi bo'ldi, festival. O'sha yerda Ozarbayjon Milliy madaniyat markazi tomonidan ketdim. Rahmat bildiraman ularga. Ularning uzviga sifatida ketdim. Juda tasodifan Otabek Muhammad Zohidni ko'rdim, ustozimizni. Juda samimiy inson, do'st bo'ldik, birga ashula aytdik. Oldindan tanirmidingiz? Ijodini kuzatib Kichkinaligimdan boradingiz. uni muxlis edim, to'g'risini. Aha. O'sha kuni ko'p, har kuni balki uning qo'shiqlarini tinglayman. Shunaqa menga yordam berishni har doim aytdi. Unga rahmat bildiraman, salomlayman shatdan. Juda samimiy inson Va keldingiz, shogird bo'ldingiz. va shogirdi bo'ldim. Qaysi hislatlari yoqyapti o'zbek xonandalarini? Eng birinchi samimiylik. Juda qanaqa aytsam, mana masalan uchun ustoz, men sizni shogird bo'lishni xohlayman. Ha, albatta men senga yordam beraman. Qanaqa yordam kerak bo'lsa, jondan bosh bilan yordam berishni xohlaydilar. Juda ham go'zal. Juda soda insonlar. Biz sizni birgalikda qo'shiq kuylaganlaringizni ko'rdik va albatta ularni qo'shiqni sevib kuylashingizni ham bilamiz. Keling, hozir jonli ijroda bir parcha Albatta. tinglaylik. Qani. Men eng juda yoqqan qo'shiqlardan Sendaqasi yo'q bu olamda, muhabbatin har bir olamda, hatto rohat dardu alamda suratingni chizgan bo'lardim. Eng chiroyli gulsan chamanda,
go'zallikning hammasi senda. Bo'lsaydi iqtidor menda, suratingni chizgan bo'lardim. Qani birga. Yana qayta kelsam dunyoga, yana seni degan bo'lardim. Oramizda kechar savdoga, yana borim tikkan bo'lardim. Yana ketdi. Yana qayta kelsam dunyoga, yana seni degan bo'lardim. Oramizda kechar savdoga, yana borim tikkan bo'lardim. Ofarin, ofarin. Barakallah, Ofarin, barakallah. go'zal ijro, go'zal ijro. Rahmat. Aynan biz dastur Çok davomida. güzel sesin var maşallah. Uğurlarım bol Teşekkür olsun. ederim. Çok sağ olun. Beğendim. Mikrofon, Ha. mikrofon. Mikrofon bering. Super qirdoqlar boğaz eğilir. Ha, Ozarbayjonda ustozim bo'lgan. Otabek akam o'sha hidlarni olishga harakat qilibdilarda. Aha. Shunday, shunday. Yana bor. Ayting, ijtimoiy tarmoqlarda kuzatganimda haqiqatdan haqiqiy shogird bo'libdi. Siz aytgandek shunda ovozlaridan olgan bugun juda ham ko'plab muxlislar sizga ijobiy fikrlar bildirishyapti, barchaga yoqyapsiz. Lekin aytib o'tganimdek juda ham yoshsiz. Sizga omadlar tilaymiz. Hali hayot oldinda juda ham ko'p ustozlaringiz bo'ladi. Biz buni yaxshi bilamiz, sizdan ko'rib turibmiz va sizni hali yana dasturlarimizda kutib qolamiz. Bitta kayfiyat uchun bitta narsani aytsam maylimi? Ayting. Men bu bolani ko'rdim, noshta o'tirganda akamizga aytdimda, aytdim, film bor-ku, po'g'ircha bola bo'ladi-yu. Hali sizniki yuradi, sichqoncha bilan do'st bo'ladi-yu. O'sha bolaga o'xshab ketar ekan. Gap yo'q. Bir əlavə eləyim bu balamızla bağlı. Mən dünyanın 50-dən çox ölkəsində olmuşam, amma Özbəkistanda kimi yoşların tərbiyəli yoşlar görməmişəm dünyanın heç bir yerində. Bax sizin bu gəncləriniz, yoşlarınız, biz indi universitetlərdə oluruq, məktəblərdə oluruq. Həqiqətən də böyüyə hörmət, belə deyim də, nəzakət, insanlara qarşı sevgi, mərhəmət hissi. Həqiqətən bu mən düşünürəm ki, sizin də dövlətinizin də ən böyük uğurlarından biridir ki, yoşları bu qədər tərbiyəli böyüdürlər. Məsələn, bu böyüyə hörmət, çünki indi artıq dünya dəyişir, artıq o qədər bizim bu sosial media insanların beyinlərini dəyişir, fikirləri manipulyasiya eləyir, amma indiki zamanədə bax bu qədər tərbiyəli, bu qədər mədəni, bu qədər böyüyə hörmət eləyən yoşlar həqiqətən də yalnız Özbəkistanda var. Ona görə də mən sizi xüsusi olaraq təbrik etmək istəyirəm ki, bu cür yoşlar yetişdirirsiniz. Sog' bo'ling, rahmat. Haqiqatan Mehdi Ozarbayjonni yoshlarini yuzi bo'lib bizga keldi, lekin o'zbek tarbiyasini olib ikkita davlatni haqiqiy bir yuzi bo'lyapti. Mehdi, sizga rahmat. Biz o'ylaymizki, siz bu maqtovlardan erkalab ketmaysiz va bundan ilhom olib yanada ikki davlatni rishtasini mustahkam bog'laydigan bir haqiqiy san'atkor bo'lasiz. Albatta, Ozarbayjon va O'zbekiston do'stligini doimo tamsil qilaman inshaalloh. Kuchim qatgan. Salomat Yashang. bo'ling. Go'zal Yashang. suhbat bo'lyapti. Elyor akamning aytar so'zlari bor nazarimda. Hozir go'zal kuylar, go'zal qo'shiqlar eshitgandan keyin Aha. ozarbayjonlik Ozar shoiri bor, Akif Bag'ir degan. O'shaning o'zbek kelayotir degan she'ri bor. Shuni o'qiyim kelib qoldi-da. Hozir Eshitamiz. o'zbek kelayotir. Yana xayol uzra tashbihlar xil-xil. Bir payg'am vasliga talpinar dadil. Ilhom parisining xushxabaridan sarxush sandig'ochday yayramoqda dil. O'zbek kelayotir tarix qaridan. Asrab narasini, yangroq sasini, qadim Xorazmning xazinasini 2,5-3 ming yillar naridan opichlab Avesto dafinasini. O'zbek kelayotir tarix qaridan. Bir qanot alpomish, bir qanot shiroq, bir yon Alp Ertonga yengilmas tuproq, o't olib mangulik samandaridan to'marislar qalbin yoritgan chiroq. O'zbek kelayotir tarix qaridan. Dahosining sonsiz mevasi bilan, Samarqand, Buxoro xivasi bilan, qancha tosh bitikning o'yiq bag'ridan shoshga tengdosh bo'lgan shevasi bilan. O'zbek kelayotir tarix qaridan. Azaldan zakovat nuriga yolchib, zulmatlarga irfon yog'disin sochib, turib tuni kunning tutash yeridan ne sayyoralar qit'alar ochib. O'zbek kelayotir tarix qaridan. Chiqarib Nurafshon
yo'lga karvonin, boshiga ko'tarib tengsiz sarbonin, kuch olib istiqlol zafarlaridan, yana yulduzlarga taqib narvonin, o'zbek kelayotir tarix qaridan. Yo'l bo'shat, dillarda muzlagan armon, yo'l bo'shat, mensimay xor qilgan nodon, yana 1000 yillikning tong ataridan. Yo'l bo'shat zamona, yo'l bo'shat jahon, o'zbek kelayotir tarix qaridan. Salomat bo'ling, minnatdorlik bildiramiz. Maqtansak arzigulik jarayonlar, voqeliklar bisyorda. Aynan Muqimiy nomidagi O'zbekiston Davlat akademik musiqali teatrida aynan Ozarbayjon xalqiga xos bo'lgan odatlari, urf-odatlari, madaniyatlari, kerak bo'lsa, kundalik hayotlarini jipslashtirgan bir spektakllar ham qo'yilib borilyapti, Abror aka. Albatta. Va buni tomoshabin juda ham yaxshi qabul qilyapti, sevib tomosha qilishyapti-da. To'g'ri. Mana yaqinda bosh rejissyorimiz Dostonbek Haqberdiyev tomonidan o'sha mashhur asar Qaynona kinosini ham hamma biladi. Shuni sahnalashtirdik, spektaklni qo'ydik. Tomoshabinlarimiz juda yaxshi qabul qilishdi. O'sha mashhur qo'shiqlari, mehribonlik, saodati, o'sha hamma kelgan tomoshabinlar birgalikda qo'shilishib aytdi-da bu qo'shiqni. Qolaversa, bir necha yillar oldin qo'yilgan o'sha yana mashhur asar bor. Arshin Malalan degan arshimolchi sahnalashtirilgan. Hozirgi kungacha o'zini muxlislari, o'zini tomoshabinlari bor. U spektakldagi qo'shiqlarni ham muxlislarimiz birgalikda qo'shilishib aytishadi. Hali hanuzgacha shu boya aytganingizdek 7 yoshdan 70 yoshgacha deyishadi-yu. Biz bu spektaklni, bu asar kinolarni yoshligimizda ko'rganmiz. Mana o'zimizga nasib qildi shu spektaklda rol ijro etishlar, shu spektaklni sahnalashtirish jarayonida qatnashishlar bizga nasib qildi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Juda ham ajoyib spektakl. Mehmonlarimizni ham taklif qilamiz teatrimizga. Salomat bo'ling. Bir parcha ariya aytamizmi? Axtarib topdim seni, ha? Gel. Shu Validagi. To'y xonim tez. To'y xonim tez yuborib tezlik bilan to'yilsin. To'y xonim tez yuborib tezlik bilan to'yilsin. Seni de ben alaram, ben de bir bek bo'laram. Seni de ben alaram, ben de bir bek bo'laram. Pulum var, Var. pulum var, Var. pulum var gelirim. Seni ben alaram. Bele yarımsan. Endi beni canımsan. Hey! Salomat bo'ling. Davom etamiz do'stlar. Yuqorida biz jonli ijro sifatida Mehrijondan so'ragandik va aynan ko'rsatuvga mos qilib atab qo'ygan bir musiqiy chiqishlari bor. Bor, albatta. Marhamat, taklif qilamiz. Undan so'ng chiroyli suhbat bilan dasturimizni davom ettiramiz. Marhamat, biz tayyormiz. Ömür boyu gözümde kam, kalbimde arzu kam. Bu hasreti taşıyıram, sensiz taşıyıram. Ben bir təhər yaşayıram, sensiz yaşayıram. Təkcə səndən yaranam, səndən yaranam. Ömür ötür keçir, aram, heç bilmirsən bəlkə. Yox alaram, yalnız səni soruşaram, səndən yaranam. Ömür ötür keçir, aram, heç bilmirsən bəlkə. Yox alaram, yalnız səni soruşaram, sən
keçir aram aram heç bilmirsən bəlkə yox anlaram yalnız səni soruşaram səndən yaralar ömür ötür keçir aram aram heç bilmirsən bəlkə yox anlaram yalnız səni soruşaram səndən yaralar səndən yaralar ömür ötür keçir aram aram heç bilmirsən bəlkə yox anlaram yalnız səni soruşaram səndən yaralar ömür ötür keçir aram aram heç bilmirsən bəlkə yox anlaram yalnız səni soruşaram səndən yaralar səndən yaralar Mehdi Maysoğlu rahmat salomat bo'ling. Rahmat, Abdulaziz aka Mehdi. rahmat. Judayam Qo'llab chiroyli bezak quvvatlaganingiz uchun bo'ldi. minnatdorlik bildiramiz. Va biz Rahmat. davom etamiz. Ko'pchilik chaldirishga qiynaladimi? Ha. Men chaldirish kerak emas, o'zi qiziqsam chiqib Yo'q ham ketaveraman. bo'lsa, Shunday, Yaxshi ham turib beramanda. chaqirib turamiz-da qidim. Salomat bo'ling. sog' bo'ling. Davom etamiz. Mehmonjon aka, xush kelibsiz. Xush Mehmon bey, kelibsiz. xush kelibsiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Dasturimizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Mehmon bey, mana siz ham bu yil O'zbekistonga birinchi kelishingizmi yo avval ham Değil, kelganmisiz? dördüncü gelişimdi. Voy, judayam To'rtinchi yaxshi. Diğer verişlere konak oldum ve bugün de sizin verişte Biz konak- o'zi Ozarbayjon xalqini yaxshi ko'ramiz. Yuqorida aytdik, urf-odatimiz, qarashlarimiz, o'ylarimiz, dardimiz, yutug'imiz, bayramlarimiz birda. Demoqchimanki, san'at ham o'zgacha. Qo'shiqlarini tinglaymiz. O'zbekistonga kelganingizda sizni hayratlantirgan nima bo'ldi? Özbekistan benim için çok doğmadı. Elə öz vətənim, elə bilirəm ki, öz vətənimdir. Burada özümü çox rahat hiss edirəm. Hətta insanların səmimiyyəti, mehribançılığı, elə bilirəm ki, öz evimdəyəm. Bura mənə çox rahat. Sevirəm sizləri. Sog' bo'ling. Tam samimiy. Biz ham aytib o'tgandek, Ozarbayjon xalqini, san'atkorlarini, barchangizni o'zimizni qardoshimizdek, aka singillarimiz, opalarimizdek qabul qilamiz. Hozirgina aytib o'tdingiz, o'z uyimdadek his qilaman o'zimni deb. Haqiqatan ham bizni yurtdoshlarimiz ham, aynan hamkasblarimiz ham kuni kecha Ozarbayjonda televideniyada bo'lib qaytishdi. Haqiqatan bizdan ko'p farq qilishmaydi. Biz o'zimizni uyimizdagidek his qildik. U yerda bizga juda ham yoqdi degan bir yaxshi fikrlar bilan qaytishdi. Qarangki, sizni ham bizni ham bir-birimizga bo'lgan fikrlarimiz ayni bir xil ekan va bu bizni quvontiradi. Albatta. Endi ijodingizga to'xtalsak, repertuaringizda o'zbekcha qo'shiq bormi? Özbəkcə tam mahnı bilmirəm, amma inşallah gələn səfər gələndə bir qəşəng bir mahnı hazırlayacağam. Qiziqtiryaptimi Bəli, o'zbek bəli. san'ati, o'zbek xonandalarining ovozlari, ijrosi? Aynurxon, Əlbəttə ki, maraqlıdır. bajonidil tinglaymiz, marhamat. Cemalin örten ayten, yüzünü örten aymun. Oh. Kalem bilen çizilgen kaşını örten aymun. Kalem bilen çizilgen kaşını örten aymun. Senin üzün bir yana, benim üzüm bir yana. Senin üzün bir yana,
gözüm bir yana. Eşkinden deli oldum, izledim yana yana. Kara göz boy boy boy, kara göz boy boy. Kara göz gel ber hey, kara göz boy boy. Kara göz boy boy boy, kara göz boy boy. Kara göz gel ber hey, kara göz boy boy. Ey Yashay. yashay, salomat bo'ling, salomat Teşekkürler, bo'ling. rahmat. Adashmasam bizni musiqiy ketma-ketligimizda duet tarona bor ekan, ha? Mehmon aka bilan menimcha Aynur xonim, ha, birgalikda ha, duet tinglasak bo'ladi, imkon bor. Sahnamizda taklif etamiz. Marhamat. Biz bu qo'shiqni ko'pdan kutdik. Aynan sizlar tashrif buyurishingizni bilib, adashmasam tomoshabinlarimiz ham qachon mana shunday bir go'zal qo'shiq tinglar ekanmiz deb turishdi. Hozirda mana, bormiz Marhamat. zamonimizda tinglaysiz. Ketdik, Marhamat. marhamat. Kara gözlü adam o dedi. Yok 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 yok. Bana gelsin kadam o dedi. Yok 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 yok. Kara gözlü adam o dedi. Yok 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 yok. Bana gelsin kadam o dedi. Yok 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 yok. Dedim insaf ile, dedi güle güle senden yar olmaz mene. Dedim insaf ile, dedi güle güle senden yar olmaz mene. Göz dolan düz otur ay kişi. Yaş ötüb diye seni yetmişim. Bir döne ağzında yok dişi. Bir utan kızına aşık olar mı adam? Göz dolan düz otur ay kişi. Yaş ötüb diye seni yetmişim. Bir döne ağzında yok dişi. Bir utan kızına aşık olar mı adam? Bir utan kızına aşık olar mı adam? Gel gidey gol gola o dedi. Yok 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 yok. Ayarım gel yola o dedi. Yok 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 yok. Gel gidey gol gola. O dedi yok 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 yok. Ayarım gel yola o dedi. Yok 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 yok. Dedim insaf ile, dedi güle güle senden yar olmaz mene. Dedim insaf ile, dedi güle güle senden yar olmaz mene. Düz dolan düz otur ay kişi. Yaş ötüb diye seni yetmişim. Bir döne ağzında yok dişi. Bir utan kızına aşık olar mı adam? Düz dolan düz otur ay kişi. Yaş ötüb diye seni yetmişim. Bir döne ağzında yok dişi. Bir utan kızına aşık olar mı adam? Bir utan kızına aşık olar mı adam? Dedim insaf ile, dedi güle güle senden yar olmaz mene. Dedim insaf ile, dedi güle güle senden yar olmaz mene. Kız dolan kız otur ay kişi. Yaş otur diye sen yetmişin. Bir tane ağzında yok dişi. Bir utan kızına aşık olar mı adam? Kız dolan kız otur ay kişi. Yaş otur diye sen yetmişin. Bir tane ağzında yok dişi. Bir utan kızına aşık olar mı adam? Bir utan kızına aşık olar mı adam? Ey yashay, 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 salomat bo'ling. Rahmat, rahmat. Ve shunaqa ijro qilinyapti, shunaqa davom etyapmiz. Abdulla akam, ha? Shtilar chalib, qani endi men ham bir chiqsam sahnaga deyaptilar. Biz Albatta, jub bo'lsin, bu bo'lsa bo'lsin, zo'r xohish bo'lsin, istakni- qani ketdik. xohish Yaxshi bir istakni kayfiyatda musiqalar bilan davom etamiz. Shu chog'da Raqs bopku, nima Aha. qilamiz? Albatta hammani raqsga tushamiz. raqsga tushamiz.
Xalqlar do'stligi. Aha. Kavkaz Bu- termalarida. Qani Hamma bo'lmasa, bizlar aytgandek terma. papuri. Papuri. Ketdik, Biz marhamat. tayyor. Qani ketdik. Charchab qolmadingizmi? Raqsga tayyormisiz? Marhamat, ketdik. Yashang, salomat bo'ling. Mana buni musiqa desa bo'ladi. Marhamat, barchangizga joyingizni egallab olishingiz mumkin. Yashang Lazbek aka. Haqiqatdan ham yurakdan chiqqan yurakka yetib boradi deb bejiz Xalqlar do'stligi aytishmaydi. bo'ldi mana. Mana bu xalqlar do'stligi desa Oxirgi bo'ladi. qismi ozarbayjoncha maqsadda. Juda go'zal, Juda go'zal. Rahmat, salomat bo'ling. Bu oxirgisi emas-ku, hali bu boshlanish nasib qilsa. Albatta. Dasturimiz davomida go'zal suhbatlar bo'ldi. Elyor akam bunaqa kayfiyatda ko'rmagandim, qarshilar chalib, juda ma'qul keldi sizga ham. E'tibor beramiz soatimiz millariga, ko'rsatuvga yakun yasashga ishora beryapti soatimiz ko'rsatishlari. Demoqchimizki, avvalosi tashrifdan, maroqli suhbatdan, zo'r kayfiyatdan xursand bo'ldik. Yana bir karra xush kelibsiz.
hali bu bizni do'stligimiz, hamdo'stligimiz juda ham umrvoqiy bo'ladi, davomli, xayrli bo'lsin deymiz. Xayrlashuv onlarda esa aytar so'zingiz bo'lsa, marhamat. Təşəkkür edirik. Həqiqətən də bizə çox xoş oldu bu verilişdə iştirak etməyə. Bu cür səviyyəli, bu cür mədəni bir layihənin olması həqiqətən də sevindirici və dəvət üçün sizə minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik. Və düşünürəm ki, bax bu cür mədəniyyətlə, musiqi ilə bizim xalqlar onsuz da birdir, amma bax bu cür yaxınlaşmanı da mütləq etmək lazımdır. Məsələn, biz gənc xanəndəmizi gördük burada. Çox sevindim ki, bax Azərbaycanı, ölkəmizi burada görün necə ləyaqətli şəkildə təmsil eləyir və əlbəttə özbək müğənniləri, özbək qoşqucuları da Azərbaycanda çox sevilir, mahnıları çox sevilir və düşünürəm ki, bax bu cür ortaq layihələr olsa bizim xalqlar bir-birini daha da yaxından tanıyar və bu baxımdan da bizim bu istiqamətdə işlərimiz davam eləyəcək. Salamat bo'ling. Aynur xanım. Mən də sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sizin verilişin izləyicilərinə də öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Salamat Qızıl vaxtlarını ayırıblar, bizi izləyirlər və burada əyləşən qonaqlarımıza bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox şad oldum onlarla tanış olmağıma və istedadlı balamızdan uğurlar arzu edirəm sənə də. Uğurların həmişə bol olsun, səsin zirvələrdən gəlsin və sizinlə də şad oldum tanış olmağıma. Əlbəttə ki, qonaqlarımızla da sizin də dəvətinizə görə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun hər şey üçün. Salamat bo'ling, salamat bo'ling. Biz ham sizlarni bu yerda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Hozirgina hamkasbim aytib o'tganidek, bu boshlanishi. Biz sizlar bilan hali bunday hamkorlikni ko'plab davom ettiramiz. Albatta bardavom bo'ladi degan umiddamiz. Mehmonjon aka, marhamat, izhorlar bo'lsa. Çox sağ olun əziz dostlar. Mən də sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah Azərbaycan, Özbəkistan dostluğun qorusun. Hər zaman belə mehriban olaq, dürüst olaq, belə möhkəm olaq. Öpürəm sizləri. Sağ olun. Qonaqlara da təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Sağ bo'ling. Mana qardoshlarimiz shu birlik haqida, bir bo'lishimiz haqida gapiryapti. Iloyim, mana shu bir bo'lishimiz mana shu boshlanish bo'lsin. Bundan keyin men shu chegaralarimizni ramziy ma'noda qolishini xohlayman-da. Albatta. Shu mashinalarda o'tib ketaversak, hujjatlarni ko'rsatmasdan, shu kunlarga ham Alloh yetkazsin. Shunday bir bo'lib, jam bo'lib, mustahkam Turkiy elni kimligini butun dunyoga ko'rsatib qo'ydik. Schengen vizaga o'xshab Turkiy viza. Albatta. Qolganlarga biz o'zimiz shunday chegarasiz shunaqa o'tib ketaverishimiz kerak bir-birimizga. Salomat. Nasib, nasib. Abror aka, marhamat. Avvalo taklif uchun alohida sizlarga katta rahmat. Bugun rostdan juda ham ajoyib ko'rsatuv bo'ldi. Kayfiyat 100 bo'ldi. Mehmonlarimizga xush kelibsizlar deymiz. Ko'rishganimizdan, tanishganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Tez-tez kelib turinglar. Biz quchoq ochib sizlarni kutib olaylik. Alohida rahmat. Yasha, Mehdijon. Men ham sizga katta rahmat bildiraman. Men bir narsani uzr aytayim oxirida. Menga ba'zi odamlar dasturdan keyin so'radilar, nimaga kam gapirasan? Meni Ozarbayjonda xizmat ko'rsatgan ustozim Babach Niftaliyev kichkinayimdan aytgandiki, xonanda kerak kam gapirib ko'p kuylasin. Daha desən, bizim dahi şairimiz Nicami Gəncəvi ham aytgan, sözün də su kimi lətafəti var. Hər sözü az demək daha xoş olar. Bir inci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. İnci tək sözlər seç, az danış, az deyin. Qoy az sözlərinlə dünya bəzənsin. Az sözün inci tək mənasız olmaz, çox sözün kərpic tək qiymət olmaz. Sağ ol, rəhmət edirəm. Yasha, yasha. Kam gapiradigan bolaga o'xshamasa endi. Avvalo hammaga rahmat. Mana do'stlar orttirdik. Mehmonlar yana bir bor xush kelibsizlar. Xursandmiz. Men ismim Abdulaziz Zokirov. Internetdan izlasalaring chiqaradi. Shu oxirgi taronani lezginga desalar, mana shu yerda shu klipni tasvirga olgan odam turibdilar. Nozim aka. Nozim Tolipov, albatta. Qo'lingizni ko'tarib qo'yasiz. Maza qildik. Shu inson olganlar, ko'ringlar. Juda ajoyib Kavkaz asirasini kopiyasini qilganmiz. Rahmat, xush kelibsizlar, xushvaqt bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishib yuraylik. Azərbaycan dostlarımı çatdırıram və istərdim balaca bir ifa eləyim. Uzaq ellərdə adın var, ünvanın var. Dastanlara sığmayan şöhrətin var, şanın var. Qəhrəmanlar içində neçə qəhrəmanın var. Qəhrəmanlar içində neçə qəhrəmanın var. Cavaşirəm Babəkəm, Nəbiyəm Koroğluyam. Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam. Cavaşirəm Babəkəm, Nəbiyəm Koroğluyam.
Azərbaycan oğluyam, Azərbaycan oğluyam. Ey yaşa, Azərbaycan tamam O'zbekiston. başlayın. Rahmat, Ko'rsatuv endi salomat boshlangandek bo'lyapti. safar nihoyasiga yetib qaytadigan bo'lsangiz siz xotirjam bo'ling. Mehdibey ishonchli qo'llarda Mehdijonni erkalatib olib yuramiz va kelajakda buyuk bir san'atkor bo'lganda aytib o'tganimizdek Ozarbayjon O'zbekiston o'rtasida bir chiroyli oltin ko'prik bo'ladi. Biz də Azərbaycan mediasında da Mehdi bəyi təbliğ eləyəcəyik. Çünki belə sənətkarımız Təşəkkür var. edirəm. Gənc Çox sağ yaşda bax belə Dəvət uğurlar etdiniz, qazanır. Sağ olun. Rahmat, salomat bo'ling. Aytib o'tganimizdek xayrlashishni hech ham istamaymiz. Ko'rsatuv endi boshlangandek xuddi his qilyapmiz, lekin vaqt amriga bo'ysunmasdan ilojimiz yo'q. Shunday ekan, barchangizga yana bir bor tashakkur deymiz tashrif uchun va yana ko'rishish nasib etsin. Salomat bo'ling. Va xayrlashuv so'ngida esa biz mehmon Elman o'g'lini sahnamiz tomon taklif qilamiz. Bitta chiroyli qo'shiq bilan dasturga, ko'rsatuvga yakun yasaymiz. Yaxshi kunda ko'rishguncha o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Bu bormisiz omonmisiz ko'rsatuv edi. Azizlar, Marhamat. biz sizdan xayrlashmaymiz. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha deymiz. Salomat bo'ling. Marhamat. Barchani sahnaga taklif etamiz. Marhamat. Ha. Benzeri vardır bana, ay kız senin gözlerinin, şölesi düşüp her yana, ay kız senin gözlerinin, sevda dolu bakışı var, gönüllere akışı var, seviz keder yağışı var, ay kız senin gözlerinin, ben de Mecnun adlanaydım, eşk oduyla adlanaydım, şövgiyle o da yanaydım, ay kız senin gözlerinin. Ben de Mecnun adlanaydım, eşk oduyla adlanaydım, şövgiyle o da yanaydım, ay kız senin gözlerinin. Alovludur məhəbbəti, ömrə bəzək saadəti, həsrətinə dözmək çətin, ay qız sənin gözlərinin. Mən də Məcnun adlanaydım, eşq oduyla adlanaydım, şövqilə o da yanaydım, ay qız sənin gözlərinin. Ben de Mecnun adlanaydım, eşk oduyla adlanaydım, şövgiyle o da yanaydım, ay kız senin gözlerinin. Ben de Mecnun adlanaydım,